O'sha internetda chiqyapti, bunday o'sha bunday yayilyapti o'sha guldan bu. 6-yil 27-aprelda YouTube uchun olinayotgan video bo'ladi. Bugun gulxonamizda gullarning narxlarini sizlar bilan tanishtirib boramiz. Olib keling kamerani. Mana bu kichkina mini gullarimiz narxi 50 ming so'mdan bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli holatda va mini bambuklarimiz ham bor do'stlar. Olib keling kamerani. Bunaqangi yirik gigant spaltikulum gullarimiz bor. Bular narxi 300 ming so'mdan bo'ladi. O'sha internetda chiqyapti, bunday o'sha bunday yayilyapti o'sha guldan bu. Mana do'stlar, shunaqa kaktuslarimizdan ham bor. Bular narxi 85 ming so'mdan bo'ladi. Rangini qarang, buni rangini. Olib keling. Bu gulning nomini kim biladi? Bilsalar kommentariyga yozib qo'ying. Ikki xil sortdagi orxideyalarimizdan bor. Buni ko'pchilik biladi. Bu ko'pchilik uchun yangilik bo'lishi mumkin. Masalan, menga yangilik bo'ldi, endi ko'rib turibman. Bular narxi 70 ming so'mdan bo'ladi do'stlar. Videoga ayamasdan layklar bosinglar do'stlar. Mana o'sha kitayskiy imperator gullarimizdan do'stlar. Buni qaranglar, bu bunga suv quyib, buni shunday solib qo'yasiz, ildizdan suv ichadigan bo'ladi. Bular narxi 80 ming so'mdan. Bunda mana kalatayalar bor do'stlar, bu imperatorlar har xil ranglaridan bor do'stlar. Mana gigant antirumlardan do'stlar, bular narxi 180 ming so'mdan bo'ladi. Bo'ylari ham bemalol 1 metr chiqib beradi do'stlar. Ana o'sha mashhur mini bonsaylarimizdan do'stlar, bundan 200 dona olib keldik, hozir 1 dona qoldi. Bundan narxi 200 ming so'mdan bo'ladi. Xudo xolasa keyingi yuklarimizda ham ko'proq olib kelamiz. Do'stlar, bu tomonda har xil dorilarimizdan ham bor. Kimdir guli bargiga kasallik tushgan bo'lsa, gullamayotgan bo'lsa, shular uchun ishlatiladigan dorilar bor do'stlar. Ildiziga ham sepiladigan dorilar. Buni hamma bilsa kerak, gel bo'ladi. Gullarning barglarini yaltiratib, infeksiyalardan tozalab turadi. Bu gardeniani ko'pchilik hidi uchun xarid qiladi. Bu o'zidan taratayotgan iforiga til ojiz ta'riflashga. Bu tomonda mana antirumlar, bardoylar kelgan. Ko'rsatib qo'ying pastroqda. Bular narxi 65 ming so'mdan. Optim olaman deganlarga kelishtirib beramiz. Gusmaniyaning yulduzchalisi o'rtasi sarig'i bordan 100 ming so'mdan. Bu tomonda gusmaniyaning olovlisi. Bular ham 100 ming so'mdan. Bu tomonda oddiy yulduzchalik bor, 80 ming so'mdan. Ko'rishingiz mumkin, Arukariyani shunaqangi kichkina ko'chatlardan tayyorlab qo'yapmiz. Xudo xolasa zakaz qilsalaring bundan ham yetkazib beraveramiz. Mana o'sha imperator gulini katta variantdan bo'ladi, faqat bu gullamagan do'stlar, bu ham gullaydi. Bu ozgina kichkinaroq, narxlari 70 ming so'm. To'g'onda mana sariq doli kratonlarimiz do'stlar. Bular narxi 180 ming so'mdan. To'g'onda mana sariq qizil aralashgan kratonlarimizdan yirik barglidan kusti 3 ta bo'ladi. Bu narxi 250 ming so'm bo'ladi. Telefon qilsalaring kelishtirib beramiz. Arukariya archalarimizdan do'stlar, ko'rishingiz mumkin, juda ham katta assortimentda kelgan. Olib keling tomonda. Tomonda kameliyalar g'unchalagan tayyor holatda g'unchalar ko'rsating. Mana Arukariyani yechilgan varianti holatini qaranglar, juda ham chiroyli holatda. Laykni bosib qo'yinglar bittadan. Bu tomonda mana karitsalar stamp yig'ilingan, mana stollari ham juda ham baquvvat bo'ladi. Haviya palmalarimizdan do'stlar, bo'ylarini ko'rib turibsizlar. O'zi 180 dan mendan ham baland turibdi. 190 chiqaveradi bemalol. Mana bu tomonda kofe daraxtlarimiz 10 ta 15 tadan o'rab chiqarilgan bo'ladi do'stlar. Buni ham bo'yi 180-85 chiqaveradi do'stlar. Bunga bir kunda 2 mahal suv quyib turasiz, bo'lmasa bargini to'kib yuboradi. Mana kofeni 2 qavatligi do'stlar. Juda chiroyli holatda. Bittadan lankni bosib qo'yib, buni pishniyligini qarang. Mana kofeni shtampi qilingani. Stollari baquvvat, bo'ylari zo'r. Bu holatda bu ham pishni sveji holatda. Bular narxi 400 ming so'mdan bo'ladi. Mana glitsinalarimiz ko'mlangan holatda 8 xil rangidan bor do'stlar. 160 ming so'mdan bo'ladi. Kelishtirib beramiz, telefon qilsalaring. Videoga like bosib turinglar. Mana bu tomonda kameliyalar. Shtamp qilingan stollar baquvvat.
4 yoshli bo'ladi bular yoshi. Mana yangi ochilayotgan g'unchalari, uzib oldimi? G'unchalari ham bor. Olib keling. Bu g'unchalarni ko'rsating, ochilmagan g'unchalari, bu ochilgan g'unchalari. 20% ochilgan bu. Bular narxi 500 ming so'mdan bo'ladi. Bu tomonda mana sigas palmalarimizdan bor. Shunaqa holatda bo'ylari ham 70 plus chiqib beradi. Bu tomonda mana yechilgan do'stlar. Holatini qaranglar. Bittadan like bosib qo'yinglar. Bu pastroqdan ko'rsating, pastroq. O'zim ham tez gapirib charchab ketdim. Sizlar vaqtlaring ketkazmaslik uchun juda ham tez gapirib, tez obzor qilib bering. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar. Gullarimiz haqida, gullarimiz narxlari haqida kommentariyada izohlarni qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, sizlar uchun xizmatdamiz.